birinchi uchrashuvni yodga oldik. Mutlaqo yopib tashlaganda o'shanda Viniciusni, hozir Mbappe jarimadan yaqinlashmoqda. Alba unga qarshi Mbappe baribir gol urdi. 39-daqiqa. Bu golni endi hech kim inkor qila olmaydi. Bu gol endi haqqoniy gol. Urinyapti. Donnarumma nima qilib qo'ydi? Va bu Realga foyda olib kelyapti. Bir-bir qalab yurmoqda, yaqinroqda yana Kamavinga bor. Neymar shunchaki Modrichga topshirdi to'pni. Modrich hujum boshladi. Modrich boshini ko'tardi va pas berdi. Vinicius Junior jarima maydonchida. Vinicius kirib bordi. U yog'iga nima ish amalga oshirar ekan? Vinicius biroz ko'paytirib yubormadimikin? Modrichni o'ziga qaytarib beryapti. Benzema! Ofsayd yo'qmi? Karim hisobni 2-1 ga o'zgartirdi. 7 uchrashuv, 7 gol. Real esa 3-golga qarab ketmoqda. Zarba! Hujum! Karim!